Agar biznesingiz ertaga sotuvsiz qolsa, necha kun yashay oladi? Shuni bilasizmi? 90% tadbirkorlar bu savolga yo'q deb javob berishsa kerak. Chunki ular bu nuqtani aniq hisobini bilishmaydi. Hamma u haqida eshitgan, lekin odamlarning yarmi uni faqat finansistlar uchun nazariya deb bilishadi. Keyin esa nega tushum yaxshi bo'lsa ham baribir pul qolmayapti deb hayron bo'lib yurishaveradi. Aslida esa bezararli nuqtasi juda oddiy savolga javob beradi. Biznes bu oyda shunchaki yopilib ketmasligi uchun qancha ishlab topish kerak? Foydasiz, rivojlanishlarsiz, dividendlarsiz, shunchaki nolga chiqib olish faoliyatini davom ettirish uchun. Ish faoliyatim davomida bir narsani ko'p kuzatib keldim. Kompaniyalarning aksariyati yo umuman bu nuqtani hisoblashmaydi, yoki uni 5 yil oldin qanaqadir Excel jadvalda bir marta hisoblab qo'yishgan xolos. Aslida esa bu raqam doim o'zgarib turadi. Maoshlar oshadi, bezararli nuqtasi o'zgaradi. Yangi ofisga ko'chib o'tasiz, ijara oshdi, yana bezararli nuqta ham oshdi. Qo'shimcha xodimlarga ishga oldingiz, yana o'zgarish bor. Lekin biznes egasi hali ham o'tgan yilgi raqam bilan yashayveradi va hammasi nazoratda deb o'ylab yuradi. Yana bir juda aktual xatolardan biri bezararli nuqtasini maqsad sifatida qabul qilishadi. Masalan, biz bezararli nuqtasiga chiqib oldik, hamma malades, hammaga barakalla. Buni nimasiga xursand bo'lish kerak? Bezararli nuqtasi bu foyda emas. Bu shunchaki biznesni pul yo'qotishdan to'xtatgan nuqta xolos. Bu xuddi kema cho'kishdan to'xtadi deb xursand bo'lishga o'xshaydi. Albatta bu yaxshi, lekin endi biror manzil sari ham sussa, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Yana bitta muhim jihat, zararsizlik nuqtasini taxminan baholab bo'lmaydi. U faqat to'g'ri va ishonchli raqamlar asosida hisoblanadi. Agar hisob-kitob tizimi tartibsiz bo'lsa, xarajatlar aralashib yotgan bo'lsa, yoki to'lovlarni yarmiga keyin kiritamiz deb kiritmasdan yurgan bo'lsa, raqam shunchaki fantaziya bo'lib qoladi. Ayniqsa biznes egasi men bezararli nuqtami taxminan bilaman degani juda kulgili eshitiladi shunda. Yo'q, uni his qilishmaydi. Uni hisoblashadi. Va buni muntazam qilish kerak. Iloji bo'lsa, butun biznesdagi yo'nalishlar bo'yicha alohida sanab qo'yish kerak. Chunki ko'pincha bir yo'nalish butun biznesni tortib ketayotgan bo'ladi, ikkinchisi esa oylab bildirmay foydani yeb yotgan bo'ladi. Tashqaridan qaraganda biznes 3D ko'rinaveradi, lekin ichkaridan esa allaqachon foydani yeb ketayotgan katta teshik borligi bilinib qoladi. Rostini aytsam, bezararli nuqtasini men kichik bizneslar yetarlicha baholashmaydi deb ayta olaman. Chunki aynan u odamni juda tez hushyor torttiradi. Biznes aslida qancha mablag' ishlashi kerakligi, biznesingiz qay darajada xavf ostida ekanligini va agar sotuvlar pasaysa, muammolargacha yana necha oy vaqt qolganini darhol aniq ko'rsatadigan ko'rsatkich. Mana shundan keyin biznesga o'sish kerak degan gap ham ancha jiddiy va ongli ma'noni kasb etadi. Keyingi videoda shu bezararli nuqtasini qanday to'g'ri hisoblash kerakligini o'rganamiz. Shuning uchun obuna bo'lishni unutmang va albatta video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib, do'stlaringiz bilan ham ulashib qo'ying.